Benim ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. O yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət atılır! Hey! Mən deyiməm! Bu çağda yolvas əriş yolusu qaylanıdır. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylınım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırrız. Yasağı Dengi ve Orko 3 kişili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalesi'ni kelgen almasla bilen köreş kılımız. Kimsen? Neyzarını koyup koy, başkalarını zahmelendirip koymuşsun. Oh, keçirkendo. Senin vazifen oynaşamaz kalan kokdaş. Ha, efendim. Bu yanın ahval yakşı da. Çatak yok, hiç kandak nesinin şarkısı mı yok? Bunda hos yakşı, lekin muhafizesizlikten herkes yadında çıkama. Kılıcımı bir hastalık kımba. Endi biz fakat ormanlıkta küçük adamlarının korgunu hücum kılabilsakla üzülgisi yok da alayımız. Olgu! Düşmanlarını yok da eyle! Yok şimdi sen Lola, bu yer neymiş kuvvetse? Ben seni zerkip kaldım ikiye de ben zirep geldim. Ha, işle aldıraş boğaçka. Zerikmedim. Muhafazetçi degen her vakt huşur duruş gerek. Az pul şefi bolsa dikkat kılış gerek. Uqdun mu? Manım şundak dikkat kılış gerek. Hadi bir topalmasına kilvatıdan. Skiliş şah baştab kilvatıdan. İskilit şah, akla. Biz derhal hareket kılaylı. Meslen. Sen signal verir. Doğru, signal vereyli. Esna, ulan kep kaldı. Kanda kısak bula. Ay buysa buna değilim bir tudu. Kaldı, sıkıldım. Lala. Skonca uyatılıyor hemen. Ulan ağzını canımızı bul hücum kılıdı o. Hadi önümden biri. Ondan kıypala. Sen ne şunç üge samiyeni bilişmeysin. Ha? Sıkılışa çıkamaydıgan boldu. Kara. Hadi nasıl dostumuz kıymen signalımızı bulun kulağılığımız yakşı bolattı. Uyup ben. Fırsat bolsa ordu sırtını aylanish nima yaxshi ha, arsh yo'lisi. Oh, kontakçını pişmeni korek tatkızı dedik ya.
Elimi yakışsan bazılarga o'xshash jafo chekmaysan, ha? Bana ağayını, sen bana alaysan. Ah, yok, yok. Ah, Yo'q, dam olishga vaqt yo'q. Boks quvvata qulg'un! Hey, Mazliman! Obdara qara, bir narsani yo'qitib qo'yding-ku deyman. kıyma. Tez mang, birodar, xotirjam mang'in. Rahmet sana, kıyma. Qanday qilishimni bilmay qolgandim. Sana yordam qilalig'im uchun qo'shalman. Haq yo'l bo'lsin. Her şey olursa takas bol. Biz yana yordamga muhtoj kishilarga yo'liqishimiz mumkin. Ben bir nas ko'rdim. Bu o'rmonliqdagi kichik odamlarning bergan signali. Ular cho'qim xatarga yo'liqdi. Biz darhol u yoqqa boraylik. Tez bol, her şey olursa. G'alaba qildik. Endi shikang meni oldimda kiraverish. Hoy! Ay, kichik abloqlar! Sabqi tuzdinglar. Boshlig'imizning sizlarga deydigan gapi bor. Ha? Kanto, oldiga chiq. Men faqat seni deb keldim. Senler neymiş var? Siz gidin. Senler bizi kerak emas. Men ketaman, kichik boshliq. Faqat olmasni topshirsanglar, men hozirla ketaman. Olmaz. Ham halkıma. Yaxshi, yaxshi. Mening hayvonim Pambo. Sening kallangni obdaroq sagitib qo'ysin. Pambo! Skilitchi, o'shunda kichik odamlarga ashula zo'ravonlik qilishda xijil bo'lmamsan. Kıyman. Heyman, yeni kepsende. Onu tutula. Bu kalmalı. Ha, sen tek kamçan bilan bana ayva qilmoqchiman. Orman, biz onu iki taraftan kapsam tutaylı. Tez bul. Kile. Heyman, tolu körenli mi? Hem de bana manet etmek. Yo'q, sen to'sab zarba berish kerak. Heyman! Seni çayına pürküydü ben. Ahır bir kez seni yok atmaya koymayayım ben. Sana köp rahmet kıymet. Ben tügeçlikte doylu kalktım. Skilit şahzadı nima olmoqchi ekan? Kızını olmaslanmoqchi, ama yıkın gelenmedi. Olmaz. So'sirisining badandagi savodlar shuningdek yasalgan. U boz xuddi yo'lbos qanot chiqqandek bo'ladi. Bu hakikaten katlı baylık. Biz kızı vakan aşı azgını almasını gazini koyup koygandık. Yani obdan kümüp yushirib qo'ydik, hech kim topamaydi. Bo'ldi, Skonchi, sizlarga xotirjamlik tilayman. U skilit shahning iblis quliga tushib ketsa, yuz beradigan baloyi ofatni tasavvur qilish tars. Ahmak kalmalı. Nankı bir dötle. Ormanlıktık aşk küçük şunteklerge ten kelişenmeden ölüm tükle.
Skeletçi, bırak elik Heymen. Heymen. Nasvaskur ablaqlar. Olmazsa alalgan bo'lsang, Heymen allaqachon mening qo'limga tushgan bo'ladi. Hey! Yo'qlash. Qo'ni kisal, bak oshirvatding Skilishsha. Bularni hammasini anqib tursa, mening nima amalim bo'lsin? Agar men shu olmosni qo'lga tushirib, to'n tikib kiyib olgan bo'lsam, mening seklim bilan tanrol o'ynab qush qidirtimni aslab oshiratdi. Shu qabih Heymanni yengalaydim. To'g'ri, ammo sen hozir bu maqsadga yetish uchun dal bir zerak suiqasdchining yordamiga muhtoj. Mana shunday yasnab olsam, o'rmonlikdagi kichik odamlar taniyolmaydi. Ularni ishondira olsamlar, olmos cho'qim qo'lga tushadi. Sana muvaffaqiyat tilayman. Xotirjam bo'l. O yumshoq ko'ngil ahmoqlar mendek bechar qizga ich og'ritmay qolmaydi. Shundaqmi? Shohning yaloqchilari bir bichar qizni qo'g'lamoqda. Oydan! Munofiq, yo'qol! Bu hayvonning aytib berayli. Muvaffaqiyat qozondi. Kirib ketdi. Olmos uzun qolmay qo'limga tushadigan bo'ldi. Mening jinimni qutuldirganinlar uchun sizlarga nendab rahmat etishini bilolmay o'tdim. Bu qanchalik ishdi xonim? Ha, rost ismingiz nima ekan, ha? İsmim Nadira. O'rmonlikda ketib ezib qoldim. Shuning bilan hiliqi qo'rqinchli qo'g'lab ketdi. Endi xotirjam bo'ling, bu yerga xatar. O'zim uydagilar bilan soyatga chiqqan. Ularni turib qo'ydim. Qandoq qilaman, ha? Kerak yo'q. Biz o'rmonlikni obdan bilamiz. Ularni tep bilishingiz yordam beramiz, shundaqmi? Yordam beramiz. Rahmat. Sikuncha sen Nadira xonimga amra bo'lib qolgin. Bo'ladi, pando. Endi ishqimon xonim, pando qarindoshlaringiz tomolaydi. Bu narsa balkim sizning ich pushkungizni chiqarishi mumkin, ha xonim? Nimdegan chiroyli. Shundoq, bu narsa bizning g'azinamizdir-chi. Shundaqmi? Bir ko'rib boqsam bo'ladi-ku. Ko'ring, chiroyliqmikan? Intay chiroyliqkan. Oshikning kendiki nimadu? Kechiring, biz odatda bu yerga odam kirgizmaymiz. Bu yer nihoyat xatarlik. Sizdek shundoq botir muhofizatchimi qo'rqamdi? Maylamisa, biroq siz bu yerdagi narsalarga tegmayman deb va'da bering. Ma'qul. Biz bu yerda saqlanayotgan olmoslar ko'p emas, ammo uni ishlatgan kishi cheksiz sirli kuch-quvvatga ega bo'ladi. Mana oxir qo'limga tushdi. Hey, siz qo'l to'tkizmayman deb va'da bergandingizmi? Ahmoq, sen endi Heymanning mag'lubiyati. Shundoqla o'z mag'lubiyatingni keltirib chiqarding. Qudurlar! Ko'chma qirotib cho'qimcha tash chiqibdi. O'rmonlikdagi kichik odamlar kelgan chog' oldi. Ular menga boshliq qildi.
Skilitshah bilen Eyvil'in Himen'den köp güçlük bolup ketadigan boldy. Bununğa herkes yol qo'yishga bo'lmaydi. So'siriz. Himen Eyvil'in ormanlıqdaki kichik odamlardan olmasını ep qaçdı. Hozir Skilitshah onu yanartaq önkürdi tavlavadıdı. Skilitshah o'rmonliqdagi kichik odamlarning olmasini elib olgan bo'lsa, ish chataq, tez mangayli. Senin bundan ahmoqon ish qilishingni o'ylamabdikanman. Bir yot odamni, yana bir dushmanni g'azlik boshlab kirganini qara. Skonchi onun düşmeye gelin nerede bildi kaldı? Yo'q, bu gaping bana bo'lolmaydi. Aytqining to'g'ri, bundaq o'z xatoligini oqlashga bo'lmaydi. Men cho'qim olmasni qaytirib kelaman. To'xta, ne ko'rsa? Men yanartaq ig'izga berib boqay. Skilitshah uni cho'qim shu yerda tavlaydi. Olmasını tavlab, bundan sırlıq bir savut yasayman. Savutni kiysamla, sirkishim hassilab eshib, qiyman degan ablahning vatlarigini chiqarib o'taman. Bekendingdan eshitib ketding, Skilitshah. Ishning oqibati qanday bo'lganligini o'ylab baqsang ularmiki? Qiyman. Sen olmasını yaxshi qara. Onun adivini özden berey. Zehri kuş. Xo'jayinin chaqirdi. Tez kelgin tut. Etti bot. Yeni bir sekreterlik qilsanglar, hepsinin ishqi oshidi. Hozir men o'zimning sirliq sehr kuchimni ishga solay. Qiyman. Qo'rqsang mana endi erishmoq. Skilitshah, Shamshan. Mana bu erishishning natijasi. Skilitshah g'alaba qildi. Abla, Himen yığım olgan boldu. Lekin bunun karı çağlı. Hepsinin iş asılı çatağı yok. Oy, yürügünü kapta kılıp gelgen kaysın. Ben de sana yardımlaşıp geldim. Bu şumdakla menzileni bütünley çapaqığı oylandırıp etmeydiğen bolsun. Kulağın kelgenini kılgın. Lekin sen hazır kımır kılanmaysa ağıldın mı? Skonchi, Tisko. Sen... Kalma, sen beni yenemen deb xayol qilma. Hozir sening kuchingni qo'shib shiltalaydigan bo'ldim. Haqiqiy kuch-quvvat vijdondan keladi, Skilitshah. G'ayrat, jasorat, hurmat va boshqalarning kuchi sen tushunmaydigan narsalar batbashir ablah. Chiroyli gaplarni qo'y, Qiyman. Qap to'xta, uni saqlay olganimni ko'ray. Qap.
Sizlarning meni qo'llag'ininglarga rahmat ko'pchilik. Mening savalligimdan sen avarchilikqa qolding xiyman. Ha, bo'ldi, xijil bo'lmagan. Go'zallar tuzuqiga tushgan yolg'iz senlar emas, qo'skonchi. Hey, bunu iniqtimsem bo'lmaydi xiyman. Men har kuz güzellarni ko'rib qo'shitib ketadiganlarni emas. Oh, men seni davatqanim yo'qlar. Hiliqda güzellarni davatime. Oh, sen chiroyli faqat men uchunla oldingmi, ha? Faqat bir kishi uchun. Oh, yo'q. Bugungi hikoyada sizlar o'rmonlikdagi kichik odamlarning ayvilonning oldam holsiga tushib ketganligini ko'rdinglar. Alvastila ba'zida parizat qiyofatiga kirib oladi. Buningdan hushyor bo'lishimiz kerak. Ishonch bo'lmasa, nima uchun degan savolni ko'proq qo'yish kerak. Har qanday ishning ikki tarafi bo'ladi. Ba'zi narsalarning teshib bal ichi g'alg'al bo'ladi. Shunga sirtda qarab xulosa chiqarmanglar. Hayvonning olis teshida, odamning olis ichida eng muhimi uning ichki dunyosi qarash kerak.